DC avtomat masalasi bo'yicha quyosh panellariga ko'p savol bor edi. Mana shunga bitta oydinlik kiritish masalasida hozir ko'rsatmoqchi edim. Aynan kitobidan, не просто так, aynan kitobidan olib turib ko'rsatish maqsad. Tak, aynan kitobim turibdi. 125 voltdan 250 voltgacha, 250 voltdan 500 voltgacha beryapti. Bu ikki xil ulanishni beryapti. Bittasi 250 voltgacha bitta polusni, уже 250 voltdan 500 gacha ikkita polusni beradi va ulanishni ikki xil turda beryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi polusdan ketyapti o'sha o'zini invertorga kirib turib, yoki boshqa qurilmaga kirib turib, undan chiqib ketishiga ikkinchi plus minusni qismini beryapti. Ikkinchi variantida bitta qismini o'ziga beradigan bo'lsa, o'shanda kirib chiqib ketib, keyin shunga beryapti. Главныйsi ikkalasini ham uzish. Mana shu ikkitasidan polusdan o'tish kerak. Bittasidan plus minuslarni emas. 250 voltgacha, 500 voltgacha, 1000 voltgacha qanaqa poluslarda bo'ladi. Mana tushtiruq polusnikini уже beryapti. Mana agar to'rttalik bo'ladigan bo'lsa, plus va minus ikkita chetidan kiradi va o'rtadan chiqib ketish varianti bor, yo'q bo'lmasa bitta chetdan aylantirib keyin chiqarib ketish imkoniyati ham bor. Buni ahamiyat bergan joyi, ko'rayotgan bo'lsanglar, poluslarida qaysi tarafdan kirishi va chiqishini aniq berib qo'yapti. Mana shu plus minus chastiga aniq qarash kerak, shu bo'yicha ulash kerak. Va undan tashqari e'tibor bergan joyi bu temperaturniy rejim. Temperaturniy rejim esa bizda ko'pchilik, грубо aytaylik, 16 amper deylik. Bu mana 16 amperimiz, nagruzkamiz 16 amper bo'ladigan bo'lsa, bizda 30 gradus temperaturada bu normal sharoitda ishlaydi. Lekin issiq bo'lganda bu 13 amperda ham ishlab ketishi mumkin. O'sha uchun buni issiqga sovuqga nominallarni to'g'rilab qo'yiladi. Bu degani hozir bitta nominal kamida katta qo'yadigan bo'lsa, bu 20 amperga qo'yishimiz kerak. Va uni agar sovuq holatda bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu 16 miz -20 bo'ladigan bo'lsa, chashimizdan ekan. Bu ham ishlash sharoitini ko'ryapsizlar qanaqaligini. Boshqa nominallarda ishlash kerak. 20 amperda ishlash kerak bo'ladi 16 amper nominaldagi chashlarimiz. Bu davomiy chash uchun. Undan tashqari bunda bunaqa ham bor. Mexanический износостойкость degan joyi bor. 1,5 ming martagacha o'chirib yoqish uchun o'zi mo'ljallangan va naqasi mexanическийsi 20 ming martagacha. Под нагрузкой 1,5 minggacha hozir berilyapti. Bu kimdir ham o'ylab topgan barobattar qanaqasi emas. Bu yak Европейский ГОСТ. O'zining GOST qanaqasi bo'yicha berilayotgan, Mekladan berilayotgan chasti bo'yicha kimga qiziq bo'lsa, shu yerdan ma'lumot olish mumkin. Mundo, to'g'ri, noto'g'ri barobattar deydiganlar uchun. Chunki duga bularda постоянно tokda katta, yevorish katta, iznos katta. Buni сравненияsi uchun hozir bizda MB1 imенно DC seriyasiga bo'tgan bo'lsa, buni anaqaga asiga hozir boshlab ko'ramiz. Tak. Mana hozir MB163 asiga mo'ljallangan narsa, xuddi esa mana o'sha 4000 beryapti. Износостойкость электрическийda raznicasi bor. Mana shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Video foydali bo'ladi degan umiddaman.